Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimizda sizlar bilan qalqonsimon bez kasalliklaridan gipotireoz hamda gipotireoz kasalliklari, ya'ni funksiyasini buzilishi bilan kechuvchi kasalliklarni ko'rib o'tib ketamiz. Gipotireoz kasalliklarida bemorlarda holsizlik, ishtahasizlik, ozib ketishi, tez charchash hamda xotirani pasayishi, tushkunlik, ich qotish, quruq teri yorilish holatlari bilan namoyon bo'ladigan bo'lsa, gipotireoz kasalligimizda esa ko'p terlash bo'ladi, yuragi tez urib ketadi, ozib ketish holatlari, uyqu buzilish holatlari hamda asabiylik holatlari, qo'llari qaltirash holatlari hamda hayisliklar hamda erkaklarda spermatogenez buzilishi bepushtli holatlar bilan namoyon bo'lishi mumkin. Endi bu gipotireoz hamda gipotireoz kasalligini ko'rishdan oldin biz qalqonsimon bez kasalligini anatomiyasini ko'rishimiz kerak. Endi qalqonsimon bezimiz bu bo'yinning oldingi qismida, traxeani oldida joylashgan a'zo hisoblanadi, endokrin a'zo hisoblanadi hamda joylashishi yuqori tomondan 5-bo'yin umqasiga hamda past tomondan 1-ko'krak umurtqasigacha davom etishi mumkin. Endi bu traxeani oldingi qismida endokrin bu qalqonsimon bezimiz ikkita bo'lagi bo'ladi, o'ng hamda chap bo'lagi hamda istumus orqali bog'langan bo'ladi. Vazni og'irligi 25 grammgacha bo'ladi bu qalqonsimon bezimiz. Endi qalqonsimon bezimiz asosiy morfofunksional birligi bu follikulalar hisoblanadi. Ya'ni buning ichida follikulalar bo'ladi. Follikulalar bo'ladi asosiy qismi. Endi bu qalqonsimon bezimizda ishlab chiqariladigan gormonlar bo'ladi. Chuqur gormonlarimiz T4, T3 hamda kalsitonin. Bu T4 tiroksinimiz hisoblanadi, T3imiz triadotronin hamda kalsitonin gormonlarimiz hisoblanadi. Endi bu gormonlarimiz qayerda joylashadi? Gormonlarimiz follikulalarda suyuqlik bilan to'lgan bo'ladi. Ya'ni buni asosida gormonlar tashkil qiladi. Ya'ni follikulalarda T3 hamda T4 gormonlari bo'ladi. Kalsitonin qayerda bo'ladi degan savolga parafollikularning follikulalar bo'ladi. Shunda kalsitonin bo'ladi. Endi har bitta gormonni ishlab chiqarilishi hamda vazifalari bor. Endi undan tashqari bularning ichida tireoglobulin oqsili bo'ladi hamda ularni bog'lab turish vazifasini bajaradi. Endi bular gormonlarimiz erkin holatda hamda bog'langan holatda bo'ladi. Ko'proq follikulalarda bog'langan holatda, ya'ni oqsillar bilan maxsus bog'langan holatda bo'ladi. Bu nofaol, ya'ni zaxira holatida bo'ladi. Erkin holati bu gormonlarda asosiy vazifani bajarib beradigan holati. Ya'ni bu gormonlarimiz T4imiz T3ga qaraganda nofaolroq hisoblanadi, ya'ni faolligi pastroq. Eng kuchligi bu T3 gormonimiz hisoblanadi. T3 gormonimizni erkin holatdagisi kuchli, ya'ni hujayra to'qimalarida moddalar almashinuviga ta'sir etuvchi gormonimiz hisoblanadi. Ya'ni bu qalqonsimon bezimiz gormonlari nima vazifani bajaradi? Bu gormonlarimiz moddalar almashinuvida, ya'ni energiya yoqishda, kaloriya yoqishda, issiqlik ta'minlashda hamda yurak qon tomirini urishini nazorat qilishda, qonni otib berishda, undan tashqari ayollarda, erkaklarda ovulyasiya, spermatogenez jarayoni hamda hayisliklarni normal bo'lishi hamda aqliy faoliyatda, xotirani, diqqatni jamlashda hamda ruhiy faoliyati, tushkunlik, depressiya holatlarini oldini olishda ta'minlab beruvchi gormonlarimiz hisoblanadi. Agar bular muvozanati buziladigan bo'lsa, shu yurak qon tomirida, endokrin moddalar almashinuvida, ruhiy tizimda hamda hayisliklar bilan bog'liq jinsiy a'zolar faoliyatida o'zgarishlar yuzaga keladi. Endi bugungi mavzuyimizda shu gipotireozda shu holatlarni ko'rib o'tib ketamiz. Endi bu gormonlar ko'rib oldik. Bu gormonlar T3 erkin holatda, ya'ni organizm uchun haligi foydali holatlarni boshqarib beradi. Ya'ni bu qalqonsimon bez gormonlari bir qancha a'zo tizimlarda faolligini boshqaradi. Endi bu T3imiz, ya'ni faol holatga kelish uchun, ya'ni bog'langan T4larimiz qonga chiqadida yetishmovchilik bo'lsa, qonga chiqqandan keyin buyrak hamda jigardagi fermentlar orqali T3ga aylanadi. Erkin holatga aylanadi. Erkin holati bu moddalar almashinuvida ishtirok etuvchi gormonimiz hisoblanadi. Undan tashqari qon plazmasida ham erkin holatda T3, T4larni aniqlashimiz mumkin. Kichik oz holatda, eng ko'p holatda bog'langan holatda, ya'ni zaxira holatida bo'ladi gormonlarimiz. Undan tashqari
Parafolikulyardagi gormonimiz bu kalsitonin. Kalsitonin suyaklanish jarayonini, ya'ni osteoporozlar oldini olishda ishtirok etadigan gormonimiz. Ya'ni qondagi kalsiyni suyak to'qimalariga olib borib berish hamda suyaklanish jarayonini normal kechish uchun ishlatiladigan gormonimiz, ishlab chiqariladigan gormon. Endi bularni ham boshqarilishi hamda qon bilan ta'minlanishi bor. Qon bilan ta'minlanishi maxsus arteriyadagi arteriya superior, inferiorlar orqali ta'minlanadi hamda neft tolalari bilan ta'minlanishi mumkin. Endi bu gormonlarni ham boshqa a'zo tizimlar orqali boshqarib turishi mumkin. Misol uchun eng markazda gipotalamus, gipofiz hamda qalqonsimon bez. Ya'ni gipotalamusda bu gipofizda hamda qalqonsimon bez gormonlar bo'ladi. Gipotalamusda tireotrop gormonini nazorat qiluvchi relizing gormoni bo'ladi. Gipofizda tireotrop gormoni bu qalqonsimon bezda T3, T4 gormonlarini boshqarib turuvchi gormon hisoblanadi. Ya'ni qalqonsimon bezda T4, T3 hamda kalsitonin. Shu gormonlarni gipofiz bezi orqali ajraladigan tireotrop gormonlari orqali boshqaradi. Agar bularni faoliyati buziladigan bo'lsa, qaysi tizimda, ya'ni qalqonsimon bezda o'zgarish bo'ladimi, yo gipofizda patologiya bo'ladimi, yo gipotalamusda bo'ladimi, bu gormonlarni faoliyati buziladi, nisbati buziladi. Shuni hisobiga kasalliklar yuzaga kelib chiqadi. Endi sizlar bilan gipotireozni qanaqa kasallik, hamda qanaqa belgilari bor, hamda qanaqa qilib diagnostika qilamiz, qanaqa qilib davolaymiz, shuni ko'ramiz. Gipotireoz bu qalqonsimon bezda funksiyasini buzilishi bilan kechuvchi kasallik. Ya'ni qalqonsimon bezda funksiyasi pasayib ketishi hisobiga T3, T4larimiz pasayib ketib qoladi. Ya'ni buni sabablari qanaqa? Sabablari birlamchi, ya'ni qalqonsimon bezi kasalliklarini o'zini hisobiga hamda ikkilamchi boshqa a'zo tizim, ya'ni gipofizda bo'lishi mumkin, gipotalamus bilan bog'liq muammolar yuzaga kelishi mumkin. Endi birlamchisi qanaqa bo'ladi? Ya'ni qalqonsimon bez kasalliklari, ya'ni bu qalqonsimon bezda yallig'lanishi, autoimmun yallig'lanishi, Hashimoto tireoidit kasalliklari ham bo'lishi mumkin. Bu autoimmun kasallik, ya'ni qalqonsimon bezning o'zini hujayralari o'zini shikastlab qo'yadi. Shuni hisobiga ham kelib chiqishi mumkin. Yo bo'lmasa qalqonsimon bez ma'lum bir qismini olib tashlaganda, yo bo'lmasa qanaqadir dori vositalari, ya'ni kaliy kanallar blokator dori vositalari, amidarion, litiy tuzlari iste'mol qilganda ham yuzaga kelishi mumkin. Yo bo'lmasa qanaqadir patologik holatlarda birlamchi, ya'ni qalqonsimon bezni o'zini kasalliklarida gipotireoz holati, ya'ni qalqonsimon bezni funksiyasini pasayib ketishi, ya'ni T3, T4 gormonlarimiz ishlab chiqarilishi pasayishi bilan namoyon bo'lishi mumkin. Endi bu gipotireoz kasalligi kelib chiqdi. Endi buni ham darajalari bor. Subklinik holati, yengil darajasi, o'rta og'ir hamda og'ir darajalar. Endi bu ham tezda rivojlanib qolmaydi. Vaqtlar o'tib sekinlik bilan rivojlanadi. Endi gipotireoz kasalligi, ya'ni gipo funksiyasini pasayapti. Ya'ni qalqonsimon bez funksiyasi pasayapti. Gormonlarimiz ishlab chiqarilishi pasayapti. Endi buni ishlab chiqarilishi pasayishi hisobiga biz hali aytib o'tilgandek, ya'ni barcha a'zo tizimni faoliyatini boshqaradi. Qalqonsimon bezimiz, ya'ni moddalar almashinuvi, bo'yicha qon tomir, nerv sistemasi hamda jinsiy sistemani boshqaradi. Shuni boshqargani hisobiga pasayib ketgandan keyin funksiyasi bemorlarda qanaqa klinik belgilar? Bemorlarda kam harakat bo'lib qoladi, holsiz bo'lib qoladi, tez charchaydi, semirib ketadi. Undan tashqari tili kattalashib ketadi, chig'anoqlarida qorayish holatlari yuzaga keladi. Undan tashqari bemor semirib ketishi, aqliy faoliyatni pasayib ketishi, diqqatni jamlay olmaslik, tushkunlik holatlari, depressiya holatlari hamda yurakni qisqarishi kamayib ketadi. Ya'ni bradikardiya 50 tadan pastlab ketish holatlari yuzaga keladi. Undan tashqari ichak tizimida qabziyat yuzaga kelishi, ya'ni ichib qotish holatlari yuzaga keladi. Hamda hayiz siklini buzilishi, hayizni kuni o'zgarishi, kamayib qolishi, yo bo'lmasam oilasi bo'lmasligi, follikula yorilmasligi, farzand bo'lmasligi, bepushtlik holatlarigacha olib kelishi mumkin. Undan tashqari bemorlarda soch to'kilish holatlari, terisi quruq bo'lib yorilish holatlari hamda og'irlik darajasiga qarab turib savollarga kechikib javob berishi hamda aqliy faoliyatlari buzilish holatlari bilan namoyon bo'lishi mumkin gipotireoz kasalligida.
Endi gipertireoz kasalligini belgilari namoyon bo'ldi. Biz qanaqa qilib diagnostika qilamiz? Diagnostika qilishimizda biz qon tahlili o'tkazamiz. Ya'ni qonda gormonlar tekshiruv qilishimiz kerak. Gormonlar tekshiruvida xalqosmon bez gormonlari hamda biz gipofiz kerak bo'lsa gipotalamusdagi gormonlarni tekshirtirishimiz kerak. Agar kerak bo'lsa autoimmuniy holatlari, ya'ni TPO'larni ham tekshirtirishimiz kerak. Endi qalqonsimon bez gormonlarimiz aytib o'tdik, T3 hamda T4. Agar qalqonsimon bez yo'lida muammo bo'ladigan bo'lsa, gipotireozda shu gormonlarimiz pastlab ketadi. Hamda bu pastlab ketganning hisobiga gipofizda ajralib chiqadigan gormonlarimiz, ya'ni tireotrop gormon bu ko'tarilib ketish holati yuzaga keladi. Ya'ni bu gipotireozni kasalligini belgisi hisoblanadi. Ya'ni qalqonsimon T3, T4 pastlab ketdi, gipofizda ajraladigan tireotrop gormoni ko'tarilib ketdi. Sabab, ya'ni bu qalqonsimon bezda T3, T4 kamayyapti-da, hamda buni hisobiga tireotrop gormoni ko'payib ketadi. Sababi bu ko'payib, bu qalqonsimon bezga signal beradi. Ya'ni T3, T4 kamayib ketganning hisobiga ko'paytirish uchun bu ko'p miqdorda ajraladi. Hamda ko'p miqdorda ajralib, qalqonsimon bezga vazifa yuklaydi. Ya'ni T3, T4ni ko'paytirishga. Natijada bu qalqonsimon bez hajm jihatida kattalashib ketish holatlari, ya'ni kattalashib miksidema holatlarigacha olib keladi. Shu holat. Endi bu kamayib ketishi yod bilan ham bog'liq, yo bo'lmasam tireozin aminokislotasi bilan ham bog'liq. Endi bu yod hamda tireozin aminokislotalari T3, T4larni bog'lab berish vazifasini bajaradi. Shu yetishmovchilik hisobiga ham yuzaga kelib chiqishi mumkin. Endi davolashida nima qilamiz? Davolashda albatta qalqonsimon bez gormonlarini normallashtiradigan L-tiroksin gormoni bor, dorisi bor, L-tiroksin. Shu dorini beramiz. Gormonni miqdoriga qarab turib, T3, T4ni qancha kamayib ketganligi hisobiga qarab turib, 50ligi, 75ligi, 100ligi qilib beriladi hamda orada gormon tekshiruv qilib turiladi. Hamda shu gormonlarning nisbatiga qarab turib davomiyligi aniqlanadi. 1 oy berish, 3 oy, 6 oy bemorning holatidan kelib chiqib. Endi gipertireoz, ya'ni qalqonsimon bezni funksiyasi kuchayishi bilan kechuvchi kasallik. Endi bu gipertireozda qanaqa klinik belgilar, qanaqa sabablari bor, shularni ko'ramiz. Endi sabablari bu qalqonsimon bezni kasalliklari hisobiga, ya'ni qalqonsimon bez olib tashlanganda, autoimmun holatlarida hamda boshqa holatlarda yuzaga kelishi mumkin. Endi bunda T3, T4 gormonlarimiz ko'tarilib ketib qoladi. Ya'ni funksiyasi oshib ketib qoladi. Buni zaharli buqog'am deydi, ichki buqog'am deydi, diffuz toksik buqog'am deb ataladi. Endi bunda qanaqa klinik belgilar bo'ladi? Ya'ni funksiyasi kuchaygandan keyin gipertireozda bemorlarda terlash holati, ozib ketish holatlari, yuragi 110 ta 115 ta og'irlik darajasiga qarab 140 tondan ham oshiq urish holatlari, undan tashqari asabiylik holatlari, uyqu buzilishi, uyqusizlik holatlari, ko'p terlash holatlari, soch to'kilishi, ko'zlari chaqchayib ketish holatlari, qo'li qaltirish holatlari, xotira buzilishi, ichi ketishi, ozib ketish, shunga o'xshagan bir qancha klinik belgilar bilan namoyon bo'lishi mumkin. Endi gipertireoz kasalligini biz shunaqa klinik belgilari namoyon bo'ldi. Biz qalqonsimon bez gormonlari hamda gipofiz hamda gipotalamusdagi gormonlarni tekshirishimiz kerak. Agar bu gipertireoz kasalligi aniqlanadigan bo'lsa, qalqonsimon bez gormonlari oshib ketadi, gipofizdagi tireotrop gormoni pastlab ketish holati yuzaga keladi. Shunday holat bo'ladigan bo'lsa, biz gipertireoz kasalligiga diagnoz qo'yamiz. Endi bu kasallik aniqlandi, biz diagnoz qo'yib oldik. Endi davolashi qanaqa bo'ladi? Davolashda biz merkazalil dori vositasi, ya'ni qalqonsimon bez gormonlarini normallashtiradigan gormon dori vositasi beriladi. Undan tashqari simptomatik davo,
ya'ni pulsi ko'p bo'lganligi uchun beta-blokatorlar anaprelin, atenolol, bisoprolol beriladi. Undan tashqari metaboliklar, ya'ni yurakni shikastlab qo'yadi, yurakni toksik ishemik holatlar yuzaga keltirib chiqarishi mumkin. Levokarnitin yo bo'lmasam preduktal yo bo'lmasam karnitin shunga o'xshagan yo bo'lmasam elarginin shunga o'xshagan bir qancha dori vositalari metaboliklar, gidronatlar berishimiz mumkin. Qolganlari simptomiga qarab turib beriladi, ya'ni quvvatlovchilar, boshqalar, vitaminlar hamda boshqa narsa yod preparatlari holatiga qarab turib berishimiz mumkin. Endi bu kasalliklar shunaqa klinik belgilar namoyon bo'lganda biz endokrinologga murojaat qilishimiz hamda gormonlar tekshiruvi qildirishimiz kerak bo'ladi. Shu gormonlar tekshiruvida kasallik aniqlanadigan bo'lsa, dori vositalarini endokrinolog nazoratida muntazam ichishga tavsiya etiladi. Endi bizni vodiy zona endemik zona hisoblaganligi uchun ko'pincha yod yetishmovchiligi buqoq, ya'ni endemik buqoqlar rivojlanadi. Bu endemik yod yetishmaganda bu gormonlarni aylanishuvida gormonlar muvozanati buzilishiga olib keladi. Ya'ni gormonlar muvozanati buzilishi hisobiga qalqon osmon bezlari funksiyasi kuchayadi hamda gipertrofiya, ya'ni kattalashishiga olib kelish holatlari yuzaga kelishi mumkin.